إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلم ثاني negizinde Arap harflerin öğrenimini devam ederiz. Bizim şirattagi harfimiz Vayvit. Edeysga tushirgali. Bu nindi harfi yali? Ha? Aytgizali? Heye, kaf. K harfi, yumshoq aytib aytdi. Amna bugun öğrenamiz endi. Shunun bir tug'an insin. Vayvit. Qof. Qa. Bunisi bitini kaf ya ka bilan bo'lsa qof. Shunga ko'ra, u bizning o'qilog'iga qarag'iz. Mana f shekilli o'tgan darsdagi shulay yozilishi shul, ammo ikki nuqta bilan. Ham o'qiloq qat'iy etib qa, qi, ham qu. Qa, qi, qu. Endi boshqa oldagi darslarda aytganim, mana arab tilida harfning har birisining durust etib ayta bilirga kerak. Harfning haqqi bor, shul haqqini berga kerak. Agarda butadin ekan, ma'no o'zgaradi. Unda da ka bor, qof bor. Shulay qarag'iz. Arab tilida agarda biz ayta o'qig'izali, o'qib qarag'iz boshda men aytgancha o'zingiz. O'qiy oldingizmi? Bu kul, osha deb tarjima etiladi. Ham qarag'iz, agarda biz aytamiz ekan, Qul huvallohu ahad. Ayt, ul Alloh birdir. Qul a'udhu bi robbil falaq. Ayt, shu tongni ottiruvchi Robbimizdan narsa yordam, yoqlov so'rayman, siyinam. Ham endi sanab keta turli yovuzliklardan, ashakliklardan shulay. Qul aytdi, huvallohu ahad, ul Alloh birdir. Agarda qof o'rnida mana kirillitsada bitin q harfi yozilgan shulay yozilib ketganida qul. Hatto kul huvallohu ahad deb o'qiymiz ekan, kul huvallohu ahad. Ya'ni kul. Osha ul Alloh birdir kelib chiqadi. Shunga ko'ra qul durust aytib qofni arab aytirilgan. Qul huvallohu ahad. Agarda kul huvallohu ahad deb o'qiymiz, qay bir kishi bitinda yumshoq o'qirga yaratdi. Shulay kul huvallohu ahad deb kana o'qiy. Qul a'udhu bi robbil falaq. Qul a'udhu bi robbin nas. Kishilarning Robbisi aytdi, siyindi kishilarning Robbisini, yoqlov so'radi kishilarning Robbisidan, Robbimiz Allohdan. Agarda kul a'udhu bi robbin nas deb o'qisang, osha Allohning Robbisidan. Alloh saqlasin, ma'no to'lisincha o'zgaradi. Shunga ko'ra bizga ham harflarni durust etib aytuv bek muhim. Aydagiz, qarab ketdik hali. Qulni bildigiz endi shulay bet, qul osha bo'ldi. Zuq, qiyin, qul osha, ayt, qum tur degan so'z. Qum deylar arablar. Hojda bo'lsangiz, tur, qum deylar. Tur. Hojilarni quvib turg'izarlar o'tirgan yerlardan. Tur, stavay deylar. Qum ya haji deylar hojiga borgach. Ya'ni tur. Ya'ni probkalar nelar yasala boshlasa endi tavof qilganda o'tirasan ekan, undagi ishchilar qum ya haji qum. Hojilar ya turg'iz ketigiz deb probka yasalmasin o'shanda. Qarag'iz, qif. Qifni endi shulay hojiga umraga borsangiz znaklarda ko'rashaksiz. Qif. Kirpish. Bular bitali qizil. Shulay hamanda yozilgan qif. Qif ya'ni stop. Stop ya'ni to'xta degan so'z. Qif deyiladi arabda. Qif, stoy. Yoki hojilarni hoji vaqtida probkalar qif deylar. To'xtab tur, kutib tur deydi. Ko'pincha vaqtdan so'ng jibaralari endi. Qif, qalbu. Bunisi tatar so'zi shulay bit. Qalbu. Aytgizali, qalbu narsaga yaqin. Tatar so'zi qalb. Молодцы, qalb narsa yurak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida keldi bit endi. Ala fa innal jasadi mudatan. Yani bizde bir it kesagi bor. İza salaha salahal jasadu
kullahu di. Agar ul salamat bo'lsa, butun tanamizda endi salamat bo'ladi. Va idza fasadat fasadal jasadu kullahu. Ala va hiya qalb di. Agarda buzilsa-di, shu-shuday itkisa butun tan buziladi, butun amallarimiz xayrsiz, nochar, buzuq bo'ladi. Ala va hiya qalb. Avuldi qalbdi, yurakdi. Chunki bizning butun amallarimiz qayon bora? Yurakdan. Yurak tanamizning podshosi salamat bo'lsa, sening amallaringda salamat bo'ladi, tuzuk bo'ladi, durust bo'ladi. Agar endi og'ritsa, buzilsa, takabburlik, minlik, g'ijiblik, kunchilik, shunda buzuq kiraykan, syo, sen qolganlarga ustun qariy boshlaysan, ularga tayoq tiqmoqchi bo'lasan, butun amaling endi nochar bo'ladi. Qablu, fawqu, qalamu, tatar so'zi endi shulay bet, qalamu. Bo'lsa endi borig'izda bilasiz, aytib turasiz, yo'q, qalamu. Qalam yoza turgan endi, ruchka, qalam. Qamaru oy bo'laydi, oy, qamaru. Huruf shamsi, huruf qamari tajvid qoidasida o'tadi bizlar. Oy harflari ham quyosh harflari. Qamaru u bizning oy bo'ladi. Laqabu, laqab qo'shamat bo'ladi. Qo'shamat. Bizning islom dinida qo'shamat tag'u tiyilgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi, bir-biringizga qo'shamatlar bilan dashmangiz deydi. Kishi bigrakda yaratmaykan, u qo'shamat bilan ongan dashuvin endi bu tiyilgan bo'ladi. Shunga ko'ra islom dinida bu adab bo'lib tura, kishiga qo'shamat bilan dashman. Mana kishiga endi kunya aytu, masalan, Abu Sulayman, Abu Hurayra bu endi ruxsat etiladi. Masalan, kishining malayi bordi, Sulayman ismli, ham endi islom dinida masalan narsa deb aytadilar, Abu Sulayman, Sulaymonning otasi. Masalan, Abu Hurayra bor, shulay bet. Abu Hurayra rahimahulloh u mashlar bek ko'p yaratadi. Hir mashi, shulay. Hamul mashlar ko'p yaratganga ko'ra, anga shunday kunya, Abu Hurayra mashlarning otasi degan kunya beradilar. Ham mana shu kunyalar ul bizning islom dinida ruxsat etilgan. Masalan, Amina ismli qizi bor ekan. Abu Amina, Aminaning otasi deydilar. Abu Ahmad, Ahmad malayi bor ekan, Abu Ahmad. Bunisi kunya. Qo'shamat endi ul odatda nazarakkina bilan qiziq bajara ishlab shuning bilan endi shumish deydilar, unda yumurqa deydilar, bo'ri deydilar, birani bilan hamul anga shopda bitmas ekan. Yumru deydilar kimgadir shulay. Ya'ni ularga shamas qala mumkin. Kishi bilasin ekan o'shamaydi, tim bo'ldi endi yaramay. Ketdik. Shundan so'ng bizni bunda qumqumu iqtaraba yaqtaribu inqalaba yanqalibu ham qarag'iz. Bunda bor mana ixtiborli bo'lig'iz, o'xshash ovozlar degan. Aytganimcha mana qolinlik bilan nishkalikni bu tadin ekan, mana unda kadaru, shulay bo'lsa qadaru. Ma'na o'zgaradi. Farqu, farqu. Falaku, falaqu. Kul ham qul. Bunisi endi aytdim, shulay ma'nolari o'zgargan. Aytagizali qaqiqu, zuq, 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 qin, qin, qin. Qul, ayt, qul, ayt. Qul, qum, 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 qif, 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 qih, qih, qih. Qalbu, yurak, qalbu, yurak, qalbu, qalb. Qablu, qablu, qablu. Fawqu, fawqa, fawqa bo'lsa usta, fawq deydilar arablar, fawq, usta. Liftda nida borganda so'rab beradilar, fawq, ya'ni uskami? Na'am desang uska bo'lsa endi. Fawq, uska, fawqu. Qalamu, qalamu, ruchka, qalamu, yozatiradi, qalam. Qamaru, oy, qamaru, oy, qamaru. Laqabu, qo'shamat. Yaramay qo'shamat bilan kishini qitirtirga dashirga. Laqabu, laqabu. Qumqumu, qumqumu, qumqumu. Iqtaraba, iqtaraba.
اقترب يقترب 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 انقلب انقلب انقلاب deb bor bitali bizim tatarlarda da kelar inqilab ya'ni inqilab ya'ni o'zgarish tege inqilab deylar endi revolyutsiyalarni o'zgartuv ishlarlari inqilab ishori deylar o'zgaruv ishori inqalaba yanqalibu 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 ixtiborli bo'ling'iz o'xshash ovozlar kadaru bo'lsa qadaru farqu farqu falaku falaqu kul qul shuning bilan bizni bu harf tamom bizga endi nishlari kerak daftarni olamizda qof harfini yozib chiqamiz qo deb qi qu ham endi shu so'zlarni har birisin zuq qin birishar yo'l yozib chiqamiz ham shu o'rgangan so'zlarni tarjimasi bilan qoboqlab yozsak bu so'zlarni esda qoldirishga tag'inda foydali bo'ladi ham unutmaymiz endi 15 20 30 topqir bu harflarni o'qirga eskilarida o'qirga unutmaylik alloh taolo bizga yaxshi xatir kuchli zehnlar bersin o'sha harflarni endi o'rganib chiqib Qur'onni durust etib qo'limizga olib o'sha suralarni da yangi suralarni yangi oyatlarni da originalda arab tilida yodlarga alloh taolo tavfiq hidoyatini bersin subhanakalloh bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk